O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 14-15-16 may kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 14-may kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 32-37 daraja. 15-16 may kuni kechasi 18-23 daraja, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 14-may kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 24-29 daraja. 15-16 may kuni kechasi 13-18 daraja, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.